Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Sizlarga bugun Xudo xolasa Temir Karvon kanali 4 gektarli uy-joy ko'rganmidinglar? Mana hozir ko'rsatamiz. Bitta like, podpiska esdan chiqmasin. Joylarni qaranglar, kengligini mana buni. Juda ham katta joylar. Maza qilib yashaydigan joylar, biznes qiladigan joylar, tadbirkorlik qiladigan joylarda 4 gektarli uy-joy ko'rib hayron qoldim. Bir maza qilinglar. Mana yo'l, to'g'ri kirib kelasizlar mana shu yo'lda mana. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani To'g'izoq mahallasida turibmiz. 4 gektarli joyimiz sotuvga qo'yildi. Qaranglar mana uy-joylari bilan mana. Hamma shart-sharoit zo'r. Svet bor, gaz bor, suv bor, internet stolbada tortib olasizlar. Gazni mana oxirgi anetda ana xonadonda to'xtagan. O'shandan shunda olib kelib olasizlar. Svet kelgan. Kachalka suv urilgan, nasos motorlarigacha hamma narsasi qo'yib qo'yilganda. Turgan joyimizdan Qo'yliq bozorigacha 25 kilometr, Food Citygacha 21 kilometr. Orientir Qorasuv mebelchilar shaharchasiga kelib, taqalaslarda Chorrahadan 10 ga burilib, to'g'ri shu xonadonga kelasizlar. Pastdagi raqamlar uy-joy xonadon egasiniki, aloqaga chiqsanglar, lokatsiyalarini tashab beradi. Bemalol kelib, ko'rib, aylanib, o'rgilib, savdosini qilib, inshaalloh sizga nasib qilgan bo'lsa, baraka topib ketasizlar. Qani ketdik bo'lmasam. Bismillahirrohmanirrohim. Kattaligini qaranglar. Atrof to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan ekan. Mana bunaqa qilib, setka qilib. Mana visokovoltli toklar ham kelgan. Uy-joyda qaranglar qurib qo'yilganini. Bu yoqda baliqchilik ko'liga joy mo'ljallangan. Hozir hammasini ko'rsatamiz. Atrofi kurugom-bigom 4 gektar maydon hammasi o'ralgan. Juda ham zo'r holatda. Bomba narxda srochna pul kerakligi uchun sotilyapti. Pul kerak shuning uchun. Mana kirib kelaverish qaranglar. Bemalol bitta fura kirib, chiqib, aylanib, ishini bitirib, salomaligini qilib chiqib ketadigan joylar. Mana egalari to'g'ridan to'g'ri. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tuzumsiz? Charchamasdan. Xudo xolasa mana egalari bilan gaplashasizlar, savdolashasizlar. Mana shu turishini hammasini 4 gektarli maydon nech pul so'raysiz? 250 ming dollar so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joy bor. Barakasi bor, xudo xolasa 250 ming dollar 4 gektarli joy. Shahardan 3-4 xonali uyda 250 ming dollarga oladi. 4 gektarli maydon. Uy-joyi bilan mana uy-joylarini qaranglar. Bo'ldi. Mana uy-joyda qaranglar, bu yoqdan o'tib ko'rsataylik. Bu yoqqa turib oling mana. Uyini ko'rsataylik. Mana buni qaranglar. Mana Yevropeyskiy stilda qurilgan, juda ham go'zal holatda. Mana aylanasiga basseynga mo'ljallangan joy. Nari yog'i mana baliq ko'li. Baliq ko'li. Bu tarafdan Tashmoriya suvi keladi, yana Qorasuv daryosi bilan Tashmoriya suvi kelib quyiladi shu yerga. Sotilayotgan sabab mablag' zarur, pul kerakligi, nega, nima uchun o'zlari bilan, egalari bilan gaplashib olasizlar. Hujjatlari zo'r holatda. Aka, bu turar joy, noturar qanaqa? Turari ham, noturari ham. Turari ham bor, noturari ham bor. Net qanchasi turar joy, net qanchasi noturar? Uydagi turar, yog'i termalik. Uydagi net sotik? 6 sotik. 6 sotik turar joy, 4 gektar noturar. Noturar joy. Kelishtirib o'tib berasiz. Soliqlari qanaqa chiqyapti yiliga? Solig'i emas, to'laymiz. Solig'i unaqa qimmat emas, a? O'zingizga aloqaga chiqsa gaplashaverasiz. Mana aloqaga chiqsalar, xudo xolasa. Ana egalarini hamda akalarini raqamlarini qo'yishadi. Gaplashaverasizlar, savdolashaverasizlar. Maydonni ko'ringlar endi kattaligini buni. Aylanaylik, o'shoqlarni ko'rsataylik, 4 gektarli maydonni. Sug'orish muammo emas ekan. Vobshe zo'r, gap yo'q. Mana bu yoqlarni ko'rsataylik, mana bu taraflarni. Ozgina nam ekan, bu tarafdan o'tamiz endi.
Mana baliq ko'liga mo'ljallangan joyni ko'ringlar. Juda ham katta. Mana ko'rayotganingizdek, turbalari hammasi tashab ketilgan. Mana turbalardan suv oqib turibdi. Bu yoqda ham tashab ketilgan. Nargi tarafda, nargi hamma joyda. Bu yoqda mana kachalka suvga motorlar qo'yib hammasini qilib qo'yilgan. Bitta bor. Ikkinchisi nari yoqda video kameralar o'rnatilgan. O video kameralarni ham ko'rsatib qo'ying, kuzatuv tizimini. Hammasi zo'r holatda. Aylanib ko'rsataylik endi bu joylarni. Bu yoqda mana ko'rayotganingizdek suvlar keladi. Kattaligi ko'rinyaptimi buni? 4 gektarli maydonni qaranglar. Вообще dahshat holatda. Juda ham katta. Mana juda ham go'zal holatda ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q lekin. Olgan odamga buyursa maza qilsin. Вообще dahshat. Boshi bilan oxiri ko'rinmaydi. Mana baliq ko'li qilinglar, ferma quringlar. Liboy pad biznes ketaveradi. 4 gektar hazilakam joy emas. Olgan odamga buyursin, nasib qilsin Xudo xolasa. Mana suvlari oqib yotibdi. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa nari yoqdagi turbalarda ham shunaqa. Hammasi. Prosta quloq boshini to'sib qo'yishgan, yopib qo'yishgan. Sababi mahsulot tashalmaganda, baliq tashalmagan, shuning uchun suvini yopib qo'yishgan. Maydonga gap yo'q lekin juda ham katta. Olgan odam maza qiladi. Endi buni oxiri bilan boshi bilmadim qayerda ekan. Lekin atrof mana ko'ryapsizlar, hammasi o'ralgan qo'rg'on qilib. Go'zal holatda. Zo'r joylar. $250,000 yana o'tib kelishtirib beraman deyaptilar. Mana hammasi hovuzga kovlanib baliq ko'liga tayyor qilib qo'yilgan. Suvni ochasizlar, baliqni tashiysizlar, bo'ldi. Gap yo'q ekan lekin. Mahallani ichida joylashgan, mana qaranglar. O'na uy joylar turibdi ko'rinib. Ana uy joylar nari yoqda. Mahallani oxiri burchagi mana shu joy. Juda ham katta. Gap yo'q. Olgan odamga buyursin, maza qilsin. Nari yoqdan Qorasuv daryosi kelyapti, bu yoqdan Tashmo'riya. Shunda quyilib suv quyilib keladi. Like, podpiska esdan chiqmasin, inshaalloh sizlarga buyursin, nasib qilsin. Maza joylar ekan. Gap yo'q. Nari yoqlarda nimalar bor ekan? Bu yoqlar ham turbalar tashalgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Turbalar tashalgan. Nari yoqda baliq tashiydigani. Hammasi zo'r holatda. Juda ham go'zal. Olgan odam maza qo'radi. Kelib, ko'rib, aylanib, sekin savdosini qilaverasizlar. Hamma hujjatlar joyida ekan mana. O'zlarining nomida ekan. Kelinglar, gaplashinglar. Yarmini ferma qilib yuborsanglar, yarmini baliq ko'li.
Maydonga joyga gap yo'q. Xuddi shunaqa nariyog'ida ham bor. Ko'l. Baliq ko'li, baliq tashiydigan skvajina qazilgan. Hammasi. Mana uyni ko'rinishi bu yoqdan. Zo'r holatda. Qo'riqlash tizimlarigacha o'rnatilgan ekan. Xullas, baraka topib boradigan joylar. Toshkentga yaqin. Mana biznes qilaman, Toshkentdan uzoq bo'lmasin degan aka-uka opa-singillarimizga. Shaharga yarim soatlik yo'l. To'g'ri shundoq chiqasizlar, 200 metrdan keyin asfaltga chiqasizlar. Asfaltdan to'g'ri ketdinglar Toshkent shahriga. O'rtachachiq tumaniga qaraydi. Shunda O'rtachachiq tuman hokimiyatini oldidan kirib, mana shu joyimizga kelasizlar. O'rtachachiq tuman hokimiyati bilan oralig'i masofasi bir 3 kilometr chiqadi. Xullas joyiga gap yo'q. Qo'riqchi itlari ham bor mana. Qo'riqchi itlar ham qoladi. Zo'r holatda. Inshaalloh olgan odamga buyursin, nasib qilsin. Tadbirkorligini qilib, biznesini qilib, maza qilib yashasin, xudo xolasa. Havas qildim. Shunaqa joylar, shunaqa tadbirkorlik qilish hammamizga nasib qilsin. Kommentariyada chiroyli iliq so'zlar, Alloh bizga ham nasib qilsin deb yozib ketinglar. Xudoyim sizlarga bundan-da afzalini, bundan-da go'zalini bersin Allohim. Qaranglar bu tarafini oxirigacha. Mana. Xudo xolasa like, podpiska esdan chiqmasin. Pastdagi raqamlar to'g'ridan-to'g'ri shu akalarimiz raqamlari. Aloqaga chiqib, savdolashib, xudo xolasa olaverasizlar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Qilgan mehnatlarimizga bittadan like, podpiska esdan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'linglar.